Narxini nechi pul qilamiz aka endi? Paytlar mana niyatingni qilishga harakat qilib ko'raman. Niyat qilgan ekanlar, luklari bor, panorama desishingiz mumkin, lekin buni olasiz. Oxirgisi 11,5. 11,5. O'zi avtomatik ochiladi. Bitta qo'ydi, ya'ni boy Genesis. Allohumma hammaga nasib qilsin. Aka, qiynalib o'tiribman men. Bor. O'zi GENESIS. Xalqda nima gap? Sergeli moshina bozorida nima gap? Bugun 8-mart Sergeli moshina bozorida 8-martga oid moshinalar chiqib qopti. Moshinamizni bitta ko'ringlar. Ham kichkina bo'yimni qattiqdan kelyapti, qaranglar. Nima deyapti? Bitta like bosib qo'yinglar. Hozir sizlar bilan Sergeli moshina bozorida Inamarka qatorida Inamarkaning narxlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar shuni videosi sizlarga qiziq bo'lsa, oxirigacha ham ko'rib tursanglar, oxirida vashi chotga obzor qilib beramiz. Buni hech kim niyatingni qila olmayotgan ekan, oxirgi paytlar mana niyatingni qilishga harakat qilib ko'raman mana. Mana shu joylarni video davomida ko'rsamiz. Ketdi. Sergeli moshina bozori. Voy, nima deyapti? Nima deyapti? Qo'yamiz ham sotuvga. Bitta like bosib qo'yinglar, hammaga nasib qilsin. Mashtamda ovoning. Kimdir Genesis deydi, kimdir Genesis deydi. Kommentariyaga fikringlarni yozib qo'yinglar, lekin birgalikda o'qib chiqamiz. GENESIS. Nima dedinglar? Ko'pchilik uni Bentley deb o'ylaydi. Aslida bu Bentley emas, Genesis bo'ladi. Kameralari bor ekan. Voy. Like bosib qo'yinglar. Oka, assalomu alaykum. Mashina sotilyaptimi aka? Sotilyapti mashina. Mashina sotilyapti. Nima mashina aka bu? Bu Genesis G90 mashina. G90. Savol berishga ham qiyin-da bu. Funksiyalari nechta? 3 ta, 4 ta, 5 ta? Okey, funksiyasini aytsam videoyingiz hozir cho'zilib ketadi-da. Ha, video yetmaydi hozir. Ha, yetmay qoladi. Sanab o'tsak bo'lmaydimi? Xo'p, airbag Abdulfaba greflari 10 ta airbagi bor mashinani. Xo'p, long versiyada mashina. Elektropaket mashina полностью eng full 3.5 twin turbo motor. Twin turbo nechta rasxod qiladi bu? 15 ta rasxod. 15 ta. Tepaga ham chiqaradi bossa demak, to'g'rimi? Endi nari berisi bo'ladi-da, baribir ham. Точно aytib bo'lmaydi. Chunki yozib twin turbo motor. Bo'ldimi funksiyasi? Yo'q, funksiya ko'p. Akustikada hop bo'ladi, shayba bo'ladi, skoroslari. Bir ikkita funksiyalari ham, anu esingizda bo'lsa, Lexus Kuroni qo'yib beruvdingiz. Ha, Kuro boshqa deyman aka. Kuro bilan solishtirsa bo'ladimi endi? Endi Kuroni ham o'zining alohida temasi bor, mashinani ham o'zining alohida temasi bor-da. O'shaning uchun Kurodan keyin mana yengillik qilib shuni bosib yubordi. O'ringa olib. Hozir oxirgi payt men his qilyapman, bu premium mashina deydimi, nima deydi aka? Boylarning mashinasi deb qoling. Luxury ham to'g'ri bo'ladi, luxury mashina. Aka, bitta savol beraman. Long versiyasi deyapsiz-ku. Bizning obunachilarimiz misol tariqasida bilmasligi ham mumkin. Long nima degani long degan bu long deganda o'sha mashina o standart bo'yicha yana ham qo'shimcha qo'shilgan. Komfortdan ham, kuzov misol uzunlik jihatidan ham qo'shiladi-da. Orqada misol endi long bo'lgandan keyin full long elektropaket o'sha hammasi bir-biriga bog'lanib ketaveradi-da. Men hozir tushuntira olmayman, video cho'zilib ketadi. Orqa setinga kelib, misol uchun o'tirasiz, massaji bor. Abdulfaba gref, как положено, panorama tom, холодильниклarigacha orqada qo'yilgan. Rost ekan, anu og'ir tabiatli odamlarga chiqazilgan mashina ekan. His qiladi-da. His qiladi. Nima deysiz aka? To'ppa bitta savol beraman aka. To'g'risini aytasiz, bittada javob berasiz, o'ylamasdan turib. Lexus sotgan Cruise olarmi deysiz yoki shunimi? Qaysi birini olardi? Qiyin lekin. Qiyin, juda qiyin. Qaysi birini o'zingiz iminni? Qiyin savol bo'ldi lekin. Kelavini ham demoqchisiz, to'g'rimi? Kelavini ham olardim. Bitta kattaga mana qarang, ma'lumot o'rnida aytaman aka, mana sedan mashina, G90 sedan. Nemetskiy mashina bilan konkurent hisoblanadi, bilasiz? Именно o'sha endi brendini aytmayman, o'sha Nemetskiy degani ko'pchilik tushunchasi bor. O'sha mashinaga konkurent mana чистый koreyskiy mashinamiz konkurent bo'lib chiqdi. Bu sedan mashina ikkilovin konkurent edi. Genesis koreyskiy bilan Nemetskiy mashina bilan konkurent juda katta bo'ladi hozir. Bitta niyat qildim aka. O'ringa almashinglar aka. Mana o'tiribmiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q aka. Buni pilososkalari bormi? Eshik o'zi ochib beradi aka. O'zi ochiladimi? Bu o'zi ochiladi eshiklar. Bitta yopib ham ko'ramiz unda. Bitta yopib bera oling. Yopingchi. Ham knopkasini bosasiz. O'zi yopildi. Ochayotganda. Ochayotganda uchun ichida o'tirsangiz, ichiga ham boy ko'rsin. Shu joyni ochsangiz, yarim оборот ochib beradi. O'ziga boshlab chiqazib beradi. Yilini nechida deysiz o'tirishimdan oldin hammasi? Hop, 2023 30 ming probeg. Kraskasi? 100% toza, полный kuzov brom bo'lgan. Narxi aka? Uni narxini 105 ming so'raymiz. Qo'yganmiz.
to'rani san bahaybat mashinani 100 ming qo'yib shunchaga sotding degan kommentlar ham ko'payishi mumkin, lekin buni komforti boshqacha bo'ladi, aka. Bo'ladi, o'sha aytganimdek, orqa balonlari ham buriladi, aka. Buriladi hozir. Nima podveska ham bor, aka. Pnevmasi ham bor, orqa balon ham, demak, Mers bilan ham solishtiramiz, bu mashina bilan solishtiramiz deganingiz ham shu ekan. Bilgan biladi. Orqasini, uchastkami bu? Orqasiga bitta ham oyog'ini qo'ymaymiz-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta like bosib qo'yinglar, ota-onalarni olib aylantirib yurish niyatinglar bo'lsa, Allohga oson. Hammaga nasib qilsin, yaxshi niyat, yarim davlat, yarim mol deyiladi-yu. Bu mashinaga tarif ojiz. Akamga savol berdim, Lexus Kuromi yoki shumi desam, men javob bermayman dedilar, nazarimda. Voy, mana qarang. Nima deyapti? Ketdi, davchuk ishlayapti. Orqasiga endi oldiga bitta o'tirib ko'ramiz. Lekin 105 mingni nimasi bo'ladi? Nima edi? 105 mingga nima alishayotganimni men his qilyapman mashinada. Akamiz lekin oldingi safar Kuroni sotdilar. 100 ming so'ragan Kurolarni 97 ming ham 98 ming sotdilar. Mana 97 ming 98 ming sotdilar. O'ringa olib keldim dedilar. Telefon raqamlarini qoldiramiz. 97 lik 122 51 00. Haqiqatan videoni cho'zadigan mashina. Bitta mashinalarni e'tibor beringlar. Nima deyapti? Like bosib qo'yish kerak, niyat qilish kerak, olish kerak. Endi puli shuni olishga yetadigan bo'lsa, telefonlarni qoldiramiz, xohlagan ustinglarni olib kelib, bemalol tekshirtirsanglar bo'ladi. Akamizda har doimdek noyob mashinalar bo'ladi. Sababini hozir men bitta aytaman. Mana bitta sababi bu. Ikkinchi sababi mana shu. Hozir videoni boshida aytdim. Toshkentda aka nechta taxminan? 3 ta bor. 3 ta bor. Bu original tozasi bu, to'g'rimi? Xitoy aralashganmi? Nemetskiy mashina. Nemetskiy. 2021 O'zbekistonga kirgan mashinamiz. Yili 2019. Hop, 30 ming probeg bo'ldi hozir. hamma aytayotibdi. 5 ming, 6 ming bilan 150 kilometr yuradi deyapti, to'g'rimi? Yuradi. Yuradi. Yurib ko'rdi, o'shancha aytamiz. Miyatina ham qilish olmadi. Miyatina bo'lmaydi, aka. Uni ham bitta anaqasini ko'rsatib qo'yingiz. Fishka deydimi? Fishka deydimi shu miyatina qil. Shu hisobda kamerada detal ko'rinyapti, lekin mana bu stokadan orqa krilogacha tegi. Metal. Detal. Mana bu narsani o'zingizasiz. Hech qanaqa miyatina bo'lmaydi. Bo'lmaydi, aka. Kenayimlarga olib bersangiz bo'ladi deb aytorsam bo'ladimi? Bemalol. Turtib-surtsalar ham hech nima bo'lmas ekan. O'z joyiga kelib qoladi. Rolik qo'yilgan mashina. Bu mashinani eng qoyil qolgan tarafi kapoti. Hamma mashina kapoti ichidan bitta ochiladi. Bitta kapotni ochib bering aka, agar imkon bo'lsa. Narxini lekin hozir bir pastirib aytaman. Narxi lekin voy deyishingiz mumkin, lekin buni olasiz. Nima deyapti? Nima deyapti? Signal chalyapti. Otvordik-ku. Aha. Mashina qulab ketdi. Mashina qulangani Sirazi mashina voqmasini boshladi. Chunki mashinamiz quploq ekan, ana akamiz ochib, voy, bu endi qaranglar. Ashta qarishlar sanayman endi videoga. Boshqa ilojim yo'q, odamlar his qilish kerak. 1 2 3 4 5 6. Men santimetrni sanab ko'rganman, hisoblab ko'rganman. 14 santimetr. Endi mana shuni ko'paytirib qo'shib bo'lib olasan. Necha qanchaligini eshing. Mana mashinamiz 2019-yil 6000 so'm bilan 150 kilometr yurar ekan aka, mana shu mashina. Miyatina qila olmayapmiz aka. Hali miyatina qila olmayapmiz. Boshqa mashina bitta bundoq qilsangiz bo'ldi-ku. Hamma narsa qilib ko'ramiz, miyatina bo'lmayapti. Qaytib chiqyapti. Haqiqiy originali bu. Smart 8 ta joyida aerobagi bor. Keling, kenayimlarga olib bering mana. 32 ming pul yig'ib qo'yganman dedingiz. Mana sizga 32 mingdan ortib ham qoladi pulingiz. Sababi bu mashinaning narxi 21500 ga bizning kanalimizga beraman dedilar. Qolgan joylarda sal qo'yibdilar. Xo'sh, bu necha tezlikka chiqadi aka? 140 ga chiqargan. 97 lik 122 51 00. 8 ta joyda aerobagi bor. Nima kerak sizlarga? Avtomat korobka. 6000 so'm bilan bemalol 150 kilometr yurasiz. Va shu bolani olib, ortib olib ketasiz. Bitta orqasini ko'rsatamiz. Orqasini ochib bera olasizmi aka? Lekin noyob ekan orqalari ham. Eshigiga gap yo'q lekin. Va aka, qiynalib o'tiribman men. Boru mamtadan qidirib o'tiribman, mana bunaqa qilib. Bor, bagaji ham bor. Bagaj bor, metan qo'ysa bo'ladi. Yo'q, endi to'q ko'z narman, zaratchiklari. Zaratchilari bor ekan. Metan qo'yib nima qiladi? Bu to'qta ekan, 6000 so'm bilan 150 kilometr yurar ekan. 6000 so'm bilan 150. Nima deysiz bo'ldi? Juda ma'qul, zo'r. Zo'r, ha? Hammaga nasib qilsin. Narxi, qarang. Narxi 21500 ekan. Nima deyapti? Jak.
sal qimmat ekanda. Nechi pullar atrofida baholaysiz masalan-da? Siz o'zingiz taxminan. Bitta yangi mashina bu 12 ming, 13 dollar bo'lsa, shu yarimiga bo'ladi lekin. Ha. Endi bu haqiqiy Mercedes bu. Bitta haydaysiz, olasiz, mana shaharda yursangiz, xohlasangiz, xohlamasangiz qaraysiz deb mashinaga. Buni bilgan biladi, telefon raqamlarini qoldiramiz. Okey, sizga rahmat. Mana bu 4 kishilik mashinani ham bir kishi bilan beramiz-da. Ha. Bu so'z aka. Ha, ekonomishli mana. Bak ko'rib tursiz, Bitta mashinani puliga arziydi lekin. o'zingiz ham qiziqib kelyapsiz. Xo'sh, okamni mana gapimga isbot tariqasida okamni har doim noyobi bo'ladi. Mana shu nomerni yodlab olsangiz, xohlagan mashinani so'rasa, amallab bo'lsa ham yaxshilardan tekshirib, Faqat qarab yuradi. ha, to'kis yuradi. Qarab top beradilar. 97 122 51 00 telefon raqamida qoladi. Bu Mercedes-Benz kompaniya, nemetskiy. Okey. Instagram nima bo'lyapti o'zi? Instagramda sekin ko'tarilish bor. Nomini aytib Instagram. Real Inamarka profilda. Real nima? Orada bozorga olib kirmagan mashinalarimiz ham bor-da, chunki qo'yaverasizlar. hozir misol 4 ta mashinani o'ziga antikvar odam yig'ilganda, yodiy misol ya'ni oluvchi kelib qolsa ham, noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Men ko'rib turibman, odamlar qiziqib va noyobligiga kelib tegib tashab bu yoq qilishyapti, akkuratni saqlash kerak. Mana bu ham qora mashinalar, Qora. hammasi idealniy, hammasi. Lekin men menga bitta like bosib qo'yinglar. Nima deyapti? Bular nima deyapti? Nima qilyaptilarki? Sotyaptilarmi bular? Ha? Assalomu alaykum. 200 ga nima bo'pti? Shu qilishyapti. Yilini aytavering, eslatavering endi buni. Salonlar ovrasizmi? Yili 19, kraskalar top-toza, probegi 106 ming yurgan, polni ko'zi bron bo'lgan. Kraskalar top-toza. Tayyor haydashga bejiviy salon. Savol beraman, siz bilasizmi yo'qmi? Okangizlar bittada aytdilar. Instagramingizlar bormi? Bor, real inavar. Real inamarka. Nechta mashinanglar bor? Qo'yasizlarmi shuni? Qo'yamiz, sekin-sekin. Qalay bo'pti, yaxshi bo'pti. Nechta obunachi bo'ldi? 10 ming tishich. Oh. Bo'pti. 2 ta kam 10 ming tishich. Ha, 10 ming, gapir lekin. Narxini nech pul qilamiz? 76 ming so'rayapmiz. Tepasiga Tepasiga buni gapiramiz. beramiz. 97 122 51 00. Nech pulga berilmagan narxi bo'ldimi? Yoki uni narxga bera olmaymiz, uzilgan. 70 mingga qilishdi. Bermadinglar. 2-3 ta odam yaqindan kelib baqib ketdi. Patrulchi Patrol 62 ming. oldingi bozor qo'ydik-a. Hisobini charcha Instagram bosish kerak lekin. Yaxshi ketyapsizlar lekin. Yaxshi mashina chiqyapti. Mers haydash kerak. Aka, assalomu alaykum. Siz charchaysizmi? Sog'lom yaxshimi? Sotamizmi? Ha, sotamiz. Aylantirgan olib chiqaman-u deysiz, aytavdim. Yilini Nega unaqa demaymiz? 22-23 aka. Yo, bittasini ayting. 22. Nimaga 23 deysiz? 23 salondan chiqqanda Lekin texpasportida 22. 22 yozilgan. Tuzuk ham 22. 22. Qaysi model bu? Hyundai Santa Fe Bunday Santa Fe. Pozitsiyasi-chi? 2.5 full. 2.5 full. Demak 205 motor. 2.5 motor. 205. Nechta rasot qo'yapti hozir? Shahar ichida 12 ta, danligi 7 taga tushadi. Kraskasi top-toza. Top-toza. Xohlagan olib kelib tekshirib. Bemalol, Faqat bemalol. benzinda yurgan mashina. Faqat benzinda. Benzinda yurgan bo'lsa, hop bitta savol beraman. Faqat tez javob berasiz. Ha. Endi bizda dangal oladiganlar bor-da. Bo'ldi, O'sha bo'ldi, savolni yes. beraman, ular bilib oladi. Nima sababdan sotyapsiz? Boshqa mashina olmoqchimiz. Nima mashina? 900 ga. Ha, 200 ga. Ha, demak tushundim men sizni. Mana 200 ga ko'rsatib oling. Mana shu mashinalarni niyat qilgan ekanlar, aka Xudo xohlasa. niyatlariga yetsinlar. Xudo xohlasa hammamizga nasib qilsin, akaga ham tezroq niyatlariga erishsinlar. Xudo xohlasa. Endi tushundik. Bu akamiz ham mashinani aybi yo'lmasa nuqsoni bo'lganligi uchun emas, shu 200 ga olish niyatida bo'lgan ekanlar. 2022-yil ekan, 41 ming yurgan. Endi narxini nech bilan boshlaymiz? Bizda lekin musofirda yuradigan akalarimiz bor. Ota-onasiga hadya qilish uchun ham ko'radi-yu, ona aka-ukalarni so'rab, chaqirib, siz bilan muloqot qildirishadi, hadya qanaqa, nima deydi, gaplashadi. Shuning uchun realniy narx qo'yaylik. 29 ga bermadim. 29 mingga bermadingiz, rostdan 29 ming Yo'q, beradi. bermadim. Siz obunachilaringizdan chiqsa, bitta 29 yarimlarga berib yuboraman. Faqat Man- dehqon bo'lsin. Mana qaranglar, akamiz dangal aytayotdilar mana 29 mingga bermadim deyaptilar. Tushunishim bo'yicha 29 mingga qo'shsa, olib maza qilib haydayman degan odam bo'lsa beraman desa, telefon raqamingizni aytib oling. 99lik Aha. 443 1024. Bo'ldi, aka bitta endi o'tirib ko'raman, maylimi? O'tam, men charchab ketdim, o'tiring ham nima deysiz, ketsalar. Hazillashaman. Keling. Shart emas, zavat qilmayman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mashinamizni lekin holatlari zo'r, 200 ga olaman deb niyat qilgan ekanlar, lyuklari bor, panorama desa ham bo'ladi. Lekin mashinaga gap yo'q. Men realniy havas qiladigan mashinam bu.
Xo'sh, qaranglar, hamma yaxshi niyatda bo'lsa, niyatiga erishur ekan. Mana bu mashinani haydab ko'rdilar. Endi buni sotib turib, pul qo'shib, imkon bo'lsa, pul qo'shib endi 200 ga haydab ko'rishlari mumkin. Endi sizlarda ham Gentra yo Spark bo'lsa sotib, pul qo'shib olaman degan niyatda bo'lganlar, mana niyatiga erishsa, mana zo'r mashina. Dehqonni o'zidan dehqonni o'ziga sotmoqchiman dedilar. Bitta like bosib qo'yinglar, telefon raqamlarini qoldirdik. Xo'sh, Instagram kanalimizda MB.uz desanglar, mana shu mashinalar chiqyapti. Uni ham qo'yib yubordim, portlayapti. Genesis vashi alohida tema. Oka, hozir biz kelamiz, men mashinani ko'ramiz. Rahmat, oka. Xo'sh, ketdi endi. Kia karnevallarni boshlaymiz-mi agar berishadimi yo'q? Ham bitta like bosib qo'yamiz. Xo'sh, Kia karnevalni bilmadim. Mana shuni so'raymiz endi. Oka, bu sotilyaptimi? Bu nima mashina aka? Dongfeng M5 Plus degan mashina. Dongfeng M5 Plus degan mashina. Xo'sh, mexanika korobkami? Mexaniki korobka, 1.6 turbinali motor. Benzinda. Benzinli mashina. 2024-yil Mhm. 4000 probegi bilan. Nimaga sotyapsiz? Boshqa planlar chiqib qoldi, pul kerak bo'lib qoldi. Bilan bo'yicha. Atak mashina holati yaxshi. Hech qanaqa aybi yo'q. Yoqdimi o'zingizga? Masalan, Kia Carnivaldan o'verimiz. Kia Carnival zo'r. Ha, yo'q. O'zi uni aniq bilamiz. Endi bu sal yangi model. Siz Ha. nima tavsiya qila olasizmi? Endi chim jakka qaraganda sal komfortroq, Mhm. yumshoqroq, orqasi resor emas. Ha, Prujina orqasi yumshoq mashina. yumshoqroq. Ha. Lekin aka bitta narsaga hurmat qildim sizni. Bir xil sotish uchun ham, Kia Carnival yo'q devoradi. Siz o'zini pokoleniyasini o'zini anaqasi bo'yicha solishtirishga zo'r misol berdingiz. Narxini nechi pulda olasiz aka? 22 ming davomimiz kelishtirib berib yuboramiz. Tepasida gaplashib, telefon raqamingizni aytib oling. 97 490 22 53. Endi Rossiyadan kuzatishadi-da bizda. Shunaqa bu Hyundai Starex degan mashina bor-ku. Ha, staring. O'shani kopiyasida, короче. Xitoy kopiya qilib chiqargan, razmer bir xil o'shan bilan. Ha, bo'ldi. Eshik, peshik, kapot, облицовка, fari hammasi Hyundai Starex bilan bir xil. Bitta salonni oling, mana shu tomonda do'ppisani. Anaqa, nima desa bo'ladi? Nechta rasm chiqyapti endi? 8 ta 10 ta. Shaharda 10 ta, uzoq yo'lga 8 ta. Holat zo'r ekan aka. Bozoringiz bersin. Rahmat. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Okaga gap yo'q. Mana solishtirish mana shunaqa bo'ladi. Mashina sotish ham mana shunaqa bo'ladi. Sotaman-ku deb bir xil, Kia Carnival bilan ko'ryapsan-u devoradi. Lekin akamiz bizga osonlik jihatdan solishtirib berdilar. Akamizdan telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, Vito. Vito kimdan ekan endi? Vito 2017-yil 95.400 yurgan. Narxi bir bo'lsa kerak. Kimdan ekan aka Vito? Sizlardanmi? Sotamizmi? Vito sizlardan. Hamma yo sizlarniki bo'ladi. 17. Probegi? Ovoring salonlar. Probek 90 ming. 97 ming yurgan. 97. Mexanik korobkami? Mexanik, ha. Xo'sh. 1.6 twin turbo motori 622. Mana. Karajada aytayotdilar nima deyaptilar bundoq? Keling aka. Xo'sh, kraskasi. Kraskasi ikkita anaqada bor mana bittasi. Bittasi naryoq tomonda. Mana shu Aha. Yana? naryoq tomonda. Naryoq Tayyor diska balonlar taqib qo'yilgan, aka. Ha. Motori necha dedingiz? 1.6 twin turbo 622 motor. Narxi nechi pul aka? Narxini 30 ming so'rab turibmiz. Ha. Tepasida buni o'tib beramiz. Ko'rib, qani olib kelingchi bitta ko'raylik, chiqsam maylimi? Qani bismillahir-rahmanir-rahim. Hammaga nasib qilsin. 30 ming so'rashyapti. Lekin bu nima ish qilgan bu mashina? Tayyor olingan. Ya. Nima ish qilgan taxminan bilmaysizmi? Odam tashiydi, boshqa nima tashiydi, to'g'rimi? Mehmonlar. Ha, gostinitsalarda yurgan bo'lishi mumkin, lekin mashinamizning holati gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Biz sizlarga bitta gap gapiraman endi. Ma'lumot tariqasida bilgan biladi. Men mashinani bunaqasiga o'tirsam bir ko'nglim ayniydi, bor yurayotganda. Sizlardachi kommentariyaga fikrni yozib qoldiringlar. Menga bu yoqqa qarab ketgan yaxshi. Xo'sh, niyatni yaxshi qilamiz. 30 ming so'rashayotgan ekan, tepasida gaplashishadi. 97 122 51 00 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilasiz. Mashinamiz Vito bo'ladi. Lekin holatlari yaxshi. Bitta like bosib qo'yinglar. Bo'ldimi mashinalar yo'qmi boshqa? Hali ham bor. Oldingi oddiy mashina qo'ydik mashina. 203 qo'ydik. Buni narxini 17,5 mingmi so'rayapmiz. 14,5 ming. Oldingi videomizni ko'rib, like bosib, kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Biz aka qo'yib yuboramizmi? Hozir Toyota.
Yumshoq mashinalardan bittasi. Assalomu alaykum aka. Bezovta qildim aka. Shunda ma'lumotlar yili Toyota Camry 2015-yil 288 ming yurgan, 205 atmosferniy motorda, propellari bor, tayyor. tayyor. Nechta rasxod qiladi? Hop, propan rasxodi 12-13 litr shahar ichida. 13 litr. Bitta zapravka bilan 500 km yuradi. Nima aybi bor aka? Aybi endi ayb hisoblansa, oldi kapot bilan oldi o'ng qanotda kraskasi bor, ustida ichiga haqiqatda o'tmagan. Boshqa rasxodi yo'q, o'ng taraf burchagida rektorka qilingan joyi bor. Boshqa aybi yo'q mashinada. Motor moy poy. Motor moy yemidi, ochilmagan. ochilmagan. Chunki ochilish masalada bu Toyota'da. Toyota. Narx nechmi so'rayapsiz aka? Hop, narxi 15700 so'rayapmiz aka. Tepasiga gaplashasiz. Gaplashamiz. Buklari elektronika. Hamma elektronikasi ishlaydi. Telefon raqamingizni aytib oling aka. 77lik Aha. 100 15 15. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Mana. Aka tirikchilikmi yo o'zingizmi? Mana qaranglar aka, ma'lumot tariqasida dehqonning o'zida murojaat qilasizlar, akaga yaxshi gapirib ko'ngillariga yo'q bo'lsanglar, menimcha yaxshi o'tib berasiz, xudo xolasa aka. Mayli aka, bozoringiz bersin. Patrol. Aka qo'yib yuboramizmi? Sotamizmi? Egalari nomi, Moshani o'zini olib turing. Deyman, gapiring. Siz ana orqada gapiradi. Yili probegi kraskasi aka bo'ldi. O'tiring, siz tushmayapsiz javob. Aka? Oldi basharasi. Mana. Ha, siz aka olinmaydi, men aytolmayman. Yo'q, mana men bor. Yili nechi aka? 19. Probegi? 19 restyling. Aha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu o'zi 20 deb sotishadi o'zi ko'pchilik. 19 restyling, toza zavodskiy restyling. 150 ming yurgan. 4 litrli motor, atmosferniy, ya'ni benzin tanlamaydigan variant. Nechta rasxod qiladi aka? 15 tadan 20 tagacha. Bitta savol beraman. Ko'pchiligi qiziq bo'ladi. Nima sababdan sotyapsiz? Ya'ni yo'qotish arafasidami yo bo'lmasa? Yo'q, bu qarang, yo'qotishmasligini nimaga tushuntiraman? Salonga 7000 dollarga o'zi oq salon bo'lgan. Mana shu kojani torttirib, mana buni qora qilishga o'zi 7000 dollar xarajat qilingan. Bu hozir maqsad bitta ikkita rejalarimiz Reja bo'yicha o'xshab qoldi, shunga to'lab olish kerak bo'lib qoldi. Bo'lmasa bu sotiladigan mashina emas o'zi. Haydaladigan mashina bu. Obunachilarimiz sizlar uchun ma'lumot tariqasida bilib oldik. Mashinamizdan hech qanaqa aybi yo'q. Bular faqatgina nima desa bo'ladi? O'sha reja bo'yicha olib kelgan, reja bo'yicha ishlari o'xshab qolibdi. Xudo xolasa Alloh xayrli qilsin. Sizlarga bo'lsa, mana shuni nasib qilsin. Narxini necha pul qilamiz aka endi? Mana qilinglar aka, bizaniki ko'pi musofirda yuradi aka. To'g'risi bera, musofirda yuradi, ko'radi, ota-onasiga hadya qilish uchun mana shu sizni bezovta qilmasin-da. O'sha realniy narxga yaqinrog'ini ayting aka. Aka, bozor to'g'ri so'raganim. Bekitmayman. Mana shu boshqa blogerlar deydimi, nima deydi? Shu 46 ming bo'lsa beraman deb aytdim. Bundan pasti yo'q. O'zi mo'ljal 47 edi. Mayli, realni o'tib bering degancha 46 ming deb aytdim. Telefon raqamingizni ayting aka. 98lik 125 67 79. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Akalarimizning muomalasiga gap bo'lishi mumkin emas. Patrol niyat qilgan akalarimizga mana egalarining o'zidan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ma'lumot tariqasida salonga 7000 ni not tashab qo'yishganmi, tiktirib qo'yishganmi, kommentariyga fikrlarini yozib qoldiringlar. Xo'sh, mashinani nima qilamiz endi aka? Mana elektromobilmi bu? Yo'q, radiatori bor ekan, bu benzin. Assalomu alaykum aka. O'tiring aka. Sumsiz soladi, yaxshimi chachasiz sotamizmi? Sotamiz. To'liq ma'lumot bering. Nomini. Bestonta 33. Aha. 2022-yil 37 ming yurgan. Kraskasi? Kraska Kriloda bor, Ishuda bor. Betnomi yo sepilgan? Sepilgan. Sepilgan. Narxchi, narxi yumshoq bo'lsa kerak, xudo xolasa. Narxi 14,5 so'rayapman. Tepasiga gaplashasiz. Sodasi. Nechta rasxod qiladi bu? 7 ta atrofi, aka. 7 ta kami? Bir 2 turbo-da. Haydovchi aytdi, qanaqa men haydab haydab zo'r, yumshoq, aka. Telefon raqamingizni ayting aka. 99lik 837 20 21. Rahmat aka. 94lik 811 11 81. Motori nechi dedingiz aka? 1.2 turbo. 1.2 turbo. Bundan yurib bersiz. Ha, tortishlari zo'r, aka. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Hop, sog' bo'ling. Mana akamizniki bemalol murojaat qilasizlar. Xo'sh, endi karnivalni bilmadim aka, qo'yib yuborsam bo'ladimi? Qo'yib yuborsam bo'ladimi buni? Katta emas. Xo'sh, karnival 2000. Qo'yib yuborsam bo'ladimi sotuvga? O'zlari tushmasinlar. Xo'sh, yilini, probegini, kraskasini aytasiz, narxini aytasiz, aka. 23 yili. 102 ming yurgan. Kraskasi toza. Narxi-chi aka? 9 ta mestali, 3,5 tali motor, polni fulli bu. Ha, full ekan. Polni fulli. Televizor, kapitan sistema. 35 ming narxi, ozgina sodasi bor. Tepasiga ham narx olaman. Ikkita lukligi bu ham fulli, bunaqasi yo'q bozorda. Ma'lumot tarqatib yetib o'tamiz.
Telefon raqamingizni aytib oling. 90-944-01. Rahmat aka, bozor bersin. Xo'sh, bu karnevalimizni eng fulli, ikkita lukligi bu, televizorlari bor, hamma narsasi joyida bo'lib turibdi. Akamizning telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ha, salonni bitta orqasidan olib oling ichini. Ha, tepalarini, patronlarini sekin olib olasiz. Xo'sh, gap bo'lishi mumkinmi? Orqanimi? Bo'ldi, ochildi mana. O'zi avtomatik ochiladi. Bitta qo'ydik. Yani boyagi Genesis yuragida qolib ketdi-yu. Mana, salonlarni qaranglar. Приятный bo'lib turibdi. Holatlari yaxshi, ikkita lukligi. Yana nima kerak? Televizorlari bor. Bosasiz, yopiladi. Mamlax qo'lingizni ortib, deb o'tirmaysizda. Akamizga murojaat qilasiz. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Xo'sh, aka. Aka, sotuvga qo'yib yuboramizmi? Assalomu alaykum. Ma'lumotlarni aytib turasiz. Yili 2006 yili. 2006. 3 ligli motor. 223 ming yurgan mashina o'zimniki. Kraskasi? Kraska petida bor. Narxini nechta so'rasiz aka? Bo'ladigan nima? Oxirgisi 11,5 ming. 11,5 mi? Yaxshi narx. Yomon narx aytmaysiz. Aybi yo'qmi motorda? Mashina yo'q, ayb yo'q. Telefon raqamingizni aytib oling aka. 90lik 003 70 74. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'sh, akamiz dangal narxi aytib qo'ydilar. 2006-yil bunaqalarini men o'sha 13 ming, 13,5 ming, 14 ming, 14,5 minggacha ko'raman. Narxini 11,5 ming dedilar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Holatlari vahshiy ideal bo'lib turibdi. Kommentariyaga fikringizni yozib, bitta like bosib qo'yinglar. Email oldinga oddiq chiquvdi. Xo'sh, Sergeli moshina bozorida Inamarka qatorida Inamarka narxlarini sizlarga birgalikda aytib o'tdim. Kommentariyaga fikringizni yozinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.